Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Biz bugun Andijon viloyati Paxtabod tumaniga kelganmiz yana. Adashmasam bundan 8 yo 9 kun oldin imini shu xonadonda 5 dona eshik o'rnatgandik. Shunda aytgandim, bu xonadonga yana qaytamiz, 3 ta romi bor deb. Hozir shu romlarni olib kelib o'rnatdik. Qaytarib o'tamiz, Paxtabod tumanidamiz. Bizni YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan akamiz xonadonlarga kelganmiz. Bu akamizga общий hammasi bo'lib 5 ta eshik, 3 ta rom olib kelganmiz. 5 ta eshigini oldin o'rnatib ketgandik, 3 ta romini hozir o'rnatyapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Redpen alyumin aldox 1 profilda bo'lgan. Rangi korishneviy Dubmakko alyumin aldox 1 da. Aynalar 2 qavat oq yo'q holatda bo'lgan. Bu razmerimiz 1.20 ga, balandligi 1.70. Общий 3 ta ko'zlik, bir tomoni ochiladi. Padagonliklari bor, aylantirib penallarni sepib berganmiz. Zinadan chiqishimizda yana bitta romimiz bor. 1.70 ga, balandligi 1.70. Framugasi 2 ga bo'lingan, pasti 3 ta ko'zlik bo'lgan. O'rtadan bittasini ochib berganmiz. Aynaga 2 qavat oq yo'q holatda bo'lgan. Oldingi ishimiz bu eshiklarida o'rnatib ligrovkalari hamma yo'g'i bu bo'lgan buni. Romlarimizga padagonlik qo'yib berganmiz, 35 lik Artplasdan. Hop, ruchkalari Dubmakkoning o'zi bilan, tijlari qatirilgan, rezinkalari 5107 bosma rezinada qo'yilgan. Aylantirib penalarni sepib berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu yoqda yana bitta romimiz bor. Bu romimizdan 1.70 ga, balandligi 1.70, fasoni bir xil bo'lgan. Framiga 2 ga bo'lingan, pasti 3 ta ko'zlik, o'rtadan bittasi ochiladi, 35 lik padagonlik. Ko'rishlaringiz mumkin. Narxini aytib o'taman. 1.70 ga, balandligi 1.70, xuddi shu holatda padagonliklari bilan 2.400 2.500 ming so'm atrofida chiqishi mumkin. 1.20 ga 1.70 ligimiz где-то 1.600 1.800 ming so'mgacha chiqadi. Eshiklarimiz o'tgan safar ham aytdim, yana bir qator ta'kidlayman. 1.20 ga, balandligi 2.30 2.40 2.50 gacha deylik. 2.400 2.300 2.600 ming so'mgacha. Tanlaydigan fasoni holatiga qarab turib o'zgaraveradi narxlar. Shu bilan bugungi montajimiz o'z nihoyasiga yetdi. Quboyevlar bilan qoling, Quboyev odamlar bilan joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.